Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshida kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 7-qism. Bismillahirrohmanirrohim. G'or egalari. Qayerdan olding bu pulni, deb so'radi qizg'insirab. Qayerdan olardim, o'zimni pulim. Ammo o'g'lim, bu pullar necha yuz yillardan beri ishlatmaymiz-ku. Bu bir necha yuz yil oldin yashagan ajdodlarimizning puli. Hatto bobom ham bu pulni ishlatgan emas. Otajon, meni mazax qilmang. Mazax qilayotganim yo'q, bolam. Biroq bu pul bugun bu shaharda o'tmaydi. Juda g'aroyib-ku. Axir biz kuni kecha ham shu pullarni ishlatib yuruvdik. Gap so'z ko'payishi mumkin edi. Pulni qaytarib oldi-da boshqa novvoyxonaga bordi. U yerda ham ayni shu muomalani ko'rdi. Lekin masala shu bilan hal bo'lmadi. Bir zumda odamlar to'planib uning atrofini o'rab oldilar. Tushunarsiz savollar bera boshladilar. Mana bizning pulimiz, deb ko'rsatdilar. Chindan ham ular boshqacha pul edi. Nihoyat ulardan biri, bu pul 300 yil oldin yashab o'tgan Daqyonus ismli bir podshohning davrida muomalada bo'lgan, deb qoldi. Yigit quloqlariga ishonmas. Uning ko'z o'ngida bir-biridan g'aroyib hodisalar ustma-ust qaltanar edi. Kimsiz? Qayerdan keldingiz? Qaysi podshohning o'lkasidansiz? Kasbingiz nima? Kabi savollar qalashib ketdi. Eng yaxshisi tezroq shahardan chiqib ketish edi. Ulardan qutulib g'origa tomon yo'l oldi. Izdan shaharliklar ta'qib qilib kela boshladilar. Yigit ulardan burunroq do'stlarining qoshiga yetib bordi. G'aroyib hodisalarni hikoya qilib berdi. Oradan ta'qib qilib kelgan kishilar o'sha g'orni topganlarida ichkarida 7-8 nafar cho'zilib yotgan jasadni topdilar. Tekshirib ko'rdilar. Hammasini o'lgani aniq edi. Bu g'ariblarning kimlar ekanini aniqlay olmadilar. Shu bois ashobi Kaf g'or do'stlari deb nom berildi. Keyinroq ustilariga qabr yasadilar. Tushirilgan oyatlarda mana shu insonlar haqida bahs yuritilgan edi. Ular Robbilariga iymon keltirgan yigitlar edi. Biz ham ularning hidoyatini orttirdik. Iymonlariga quvvat berdik, deyilar edi. Bizni Robbimiz koinot va yerning Robbidir, deganlari zikr qilinardi. Va nihoyat ularni g'orda uyg'oq kishilardek uxlaganlari, dahshatli bir manzara hosil qilganlari hikoya etdilar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bunday xitob qilinardi. Agar ularni bir ko'rsangiz, orqaga qaramay qochardingiz va ichingiz qo'rquvga to'lar edi. Necha kishi ekanlari va g'orda qancha vaqt uxlab qolganlari haqida Allohdan o'zga hech kim aniq bilmasligi ta'kidlangan. Oyatlardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bunday amr berilgan edi. Va biron narsa haqida men albatta ertaga qilguvchiman deya ko'rmang. Magar inshaalloh Alloh xohlasa deng. Bu so'zni aytishni unutib qoldirgan vaqtingizda yodingizga tushishi bilan Parvardigoringizni zikr qiling. Ya'ni inshaalloh deng va shoyat Parvardigorim meni bundan ham yaqinroq to'g'ri yo'lga hidoyat qilsa deng. Mushriklar tomonidan berilgan savollarga ertaga sizlarni javobini aytaman deb muammo inshaalloh deyilmagani oqibatida kutilgan vahiy ancha vaqt kelmay qolganligi shu tariqa ayonlashdi. Bu voqea Rasululloh boshliq bu barcha mo'minlarning ko'ngillariga unutilmas bir pand va yodnoma bo'lib muhrlandi. Kaf surasida Zulqarnayn ismli hukmdor haqida ham ma'lumot berildi. Ruhga aloqador savol birgina oyat bilan javobini topdi. Sizdan ruh jon haqida so'raydilar. Ayting, ruh yolg'iz Parvardigorim biladigan ishlardandir. Sizlar juda oz ilm berilgandir. Nabiy akmal sallallohu alayhi vasallam bu oyatni Isro surasiga qayd etishini buyurdilar. Ushbu oyatlar mushriklarga o'qib berildi. Buyuk payg'ambar og'izlaridan chiqayotgan so'zlarni hayron lol bo'lib tingladilar.
bizga ertaga javoban beraman degan eding, ammo va'dangni ustidan chiqmading. Endi bu javoblaring hisob emas, dedilar. Holbuki Yasribda olingan ma'lumotga ko'ra, agar ushbu savollardan biriga qisqa, ikkinchisiga uzun javob qilsa, bilingki, u payg'ambardir deyilmaganmidi. Yahudiy ma'lum qilganlaridek va hatto undan ham mukammalroq javob edi bular. Ammo maqsad uzum yeyish emas, bog'bonni kaltaklash bo'lgach, bu ma'lumotlarni haqiqatdan to'g'ri kelish-kelmasligi muhim emas edi. Javob vaqtida berilganda qabul qilardik, endi hisobga o'tmaydi deyish g'irt bema'nilik emasmi? Jabroili amin o'sha masala bilan bog'liq quyidagi oyatni keltirdilar. Ayting, ey mushriklar, xabar beringizchi, agar ushbu Qur'on Allohning huzuridan bo'lsa-yu, sizlar unga kofir bo'lsangizlar va Bani Isroildan bo'lgan bir guvoh ham u Qur'onning o'xshashi yolg'iz Alloh tomonidangina nozil bo'lishiga guvohlik berib, iymon keltirsa-yu, sizlar unga iymon keltirishdan kibr havo qilsangizlar, ya'ni sizlar eng zolim odamlar bo'lib qolmaysizlarmi? Albatta, Alloh zolim qavmni hidoyat qilmas. Al-Isro surasi 35-oyat, Ahqof surasi 10-oyatlar. Hazrati Muso va Xizr. Kahf surasida hikoya qilingan Muso va Xizr alayhissalom qissasini payg'ambar janoblari bunday bayon qildilar. Bir kuni Muso alayhissalom Isroil o'g'illariga xitob qilish uchun o'rnidan turdi va go'zal bir nutq so'zladi. Shunda undan insonlar ichida eng bilimdoni kimdir deb so'rashdi. Menman deb javob qildi. Hazrati Muso bu savolga Alloh biladi, Alloh kimga eng ko'p bilim bersa o'shadir degan shaklda javob qilmagani uchun Janobi Haq uni ogohlantirdi. Ey Muso, meni sendan ko'ra bilimliroq qulim bordir. Kimdir ey Parvardigorim? Ikki dengiz tutashgan joyda senga yuzma-yuz bo'ladigan odamdir. U qulim sendan ko'ra bilimliroqdir. Ey Parvardigor, seni o'sha quling bilan ko'rishsam deyman. Uni qayerdan topsam bo'ladi? Savatga tuzlangan bir baliqni solib yo'lga tush. Baliq qayerda tirilsa, qulimning shu yerdan topasan. Hazrati Muso xizmatini qilib yuradigan bir o'spirin bilan yo'lga tushdi. Baliqni jonlanganini ko'rdi deguncha xabar berishni qayta-qayta tayinladi. Birmuncha yurgach dengiz sohiliga yetib kelishdi. Kun bo'yi yurganliklari uchun rosa charchashgan edi. Bir qoyaning tagiga o'tirib, hordiq chiqara boshlashdi. O'spirin yigit ovqat tayyorlash uchun bandlik paytida savatda yotgan baliq birdan jonlanib o'zini dengizga otdi. Bu hodisa nihoyatda tez sodir bo'ldi. Safar nihoyasiga yetgach, qidirilayotgan odam shu yaqin atrofda bo'lishi kerak edi. Ammo o'spirin Hazrati Musoga bu xabarni yetkazishni unutdi. Takror safar boshlandi. To'xtovsiz davom etgan yo'l, ya'ni ularni charchatdi, ochiqtirdi. Olib kel ovqatingni, qornimizni to'ydiraylik, dedi Hazrati Muso. O'spirin birdaniga boyagi voqeani esladi. Esimdan chiqibdi-ku, hali qoyaning tagiga dam olish uchun o'tirganimizda baliq jonlanib o'zini dengizga otgan edi. Buni sizga aytmoqchi bo'lib turuvdim. Negadir unutibman. Bu hayol parishonlikka yolg'iz shayton sababchi. Hazrati Muso hayajonlanib ketdi. Biz kutgan dam ayni o'sha daqiqa edi. Hoziroq qaytamiz. Boyagi qoyaning tagiga qaytdilar. Manzilga yetib kelganlarida ularni kutib turgan bir odam ro'para bo'ldilar. Alloh senga bergan bilimlardan hech bo'lmasa bir qismini o'rgatish uchun yoningda yursam nima deysan? Odam unda bunday javob berdi. Sen men bilan do'st bo'lishga toqat qilolmaysan. Asl mohiyatini bilmagan masalalarni yechimiga bardosh bera olmaysan. Ey Muso, sen Allohning ma'lum qilgan bir qator bilimlaridan boxabarsan. Men ularni bilmayman. O'z navbatida men ham Alloh bildirgan ba'zi bilimlarga egaman. Sen ulardan bexabarsan. Shunday uchun sen men bilan birodarlik qilishga dosh bera olmaysan. Hazrati Muso iltimos qildi. Inshaalloh,
mening sabr toqatli bir hamroh ekanligimga amin bo'lasan. Hech bir ishingga aralashmayman, e'tiroz bildirmayman dedi. Juda soz. Agar menga hamroh bo'lishni shunchalik istasang, men o'zim izohlab tushuntirib bermagunimcha, ishning hikmatini so'zlab bermagunimcha hech narsa to'g'risida so'rama. Bu taklif jonu dil bilan qabul qilindi. Birgalikda yo'lga tushdilar. Birga kemaga o'tirdilar. Ulardan kira haqqi olishmadi. Dengizni o'rtasida borganlarida ismi Xizr bo'lgan haligi odam qo'liga tushgan bir boltani olib, bor kuchi bilan kemani chopa boshladi. Bu voqealik shunchaki bir hazil emas, o'ta jiddiy edi. Uni aqldan ozgan deb ham bo'lmasdi. Bunday bema'ni xatti-harakatni ko'rib indamaslik mushkul edi. Sen kemadagilarni cho'ktirmoqchimisan? Nima balo? Bu juda xavf-xatarli ish axir. Hozir unga ma'noli bir qarash qildi. Men bilan birga bo'lishga toqat qilolmaysan demaganmidim? Hazrati Muso darhol ahdini esladi. Unutganim uchun meni ma'zur tutasan, do'stim. Iltimos meni ayblama. Do'stligimizga putur yetmasin. Hozir hech narsa demadi. Yo'lda davom etdilar. Shu orada kemani bir chekkasiga qaldirg'och kelib qo'ndi. Dengizga tumshug'ini tiqib chiqardi. Hozir qushni ko'rsatib dedi: "Ey Muso, anava qushni ko'ryapsanmi?" "Ha." U qush tumshug'ini dengizga tiqib chiqarganida dengiz suvi qancha kamaysa, sen bilan mening ilmim ham Allohning ilmidan shuncha nisbatiga tashkil etadi. Ehtimol Hazrati Musoga buyurilgan bu safarning eng og'ir nozik nuqtasi ham ushbu so'zlar va hodisa bo'lsa ajab emas. Dengiz safari tugadi. Endi quruqlikda keta boshladilar. Hech qancha vaqt o'tmay o'ynab yurgan bolalarga duch keldilar. Hozir bolalardan birini tutib oldi va hech narsadan hech narsa yo'q o'ldirib yubordi. Hazrati Muso dahshatdan o'zini yo'qotib, lol hayron bo'lib qoldi. Bunday voqeani ko'ra bila turib ham indamay turolmas edi. Begunoh bir norasidani nobud qildingmi? Ey, Xudo haqqi, misli ko'rilmagan bir jinoyat qilding sen, deya tutoqib ketdi. Hozir unga o'girildi. Menga hamroh bo'lishga bardosh bera olmaysan demaganmidim? Hazrati Muso yana uzr so'radi. Agar bundan keyin yana seni ishingga aralashsam, ortiq men bilan do'st bo'lmaslik seni ixtiyoringda dedi. Yana yo'l yurib ketdilar. Uzoq va azobli yo'lchilikdan so'ng qattiq charchab, ochiqdilar. Yetib borgan qishloqlarida mehmon bo'lishni xohlamadi. Yiqilay deb turgan bir devorni yonida o'tib borayotgan edilar. Hozir qo'lini tekkizgan edi, devor asl holiga qaytdi. Ochlik holdan toydirgan Muso yana betoqatlik qildi. Istasang mana shu xayrli ishing uchun pul olarding. Hech bo'lmasa qornimizni to'yg'azar edik dedi. Hozir Hazrati Musoga o'girildi. Endi ajralishmasak bo'lmas ekan, ey Muso. Yo'lda bir necha hodisa ko'rding, ammo sabr qilmay qarshilik bildirding. Mayli. Ajralishimizdan oldin senga o'sha hodisalarni asl mohiyati va sababini tushuntirib beray dedi. So'ng boshladi. U kema dengizchilik qilib kun ko'radigan kambag'al yo'qsilniki edi. Oralarida esa har bir yaxshi kemani zabt etib o'zlashtirib oladigan bir hokim bor edi. Istadimki kemani biron joyini ishdan chiqarayin-da, podshoh uni ololmasin. Go'dakni nobud qilganimga kelsak, uning ota-onasi iymonli kishilar edi. Shuning uchun ularni o'zlaridan chiqqan bir kofir sirtmog'iga olmasin degan tashvish bilan bolani o'ldirdim. Istadimki Robbim uning o'rniga pokiza bir farzand bersin. Devor masalasida esa u o'sha shaharda yashovchi 2 yetimga qarashli edi. Tagiga shu yetim bolalarga atalgan bir xazina ko'milgan edi. Otalari yaxshi inson o'tgan. Robbim tiladiki, bolalarning ikkalasi o'sib ulg'aysin, balog'at yoshiga yetib xazinalarni kovlab olishsin. Bu ham Robbimdan kelgan bir marhamat edi. Men bu ishlarni o'z boshimcha qilmadim. Mana sen tushunib olishga hovliqmalik qilgan hodisalarning asl mohiyati va asosi. Kahf surasida hikoya qilgan diqqatga sazovor ushbu qissa bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'sha kunlardagi ahvollari orasida qandaydir o'xshashlik bor edi. Chunonchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 savolning javobini talab qilganida inshaalloh javobini ertaga beraman demadilar.
va shu yo'sinda kurashliklar oldida noqulay ahvolga tushib qoldilar. 15 kun davom etgan mashaqqatli kutishlardan so'ng kelgan vahiy bundan buyon hech bir ishni inshaalloh demasdan qilmaslik to'g'risida ogohlantirdilar.